Assalomu alaykum. To'xtal Ataullah qandaroq salomat turibsizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, qanday o'zingizcha salomat bo'lmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Endi mahaptimi? Men mahaptadagi qiziq nuqtalarni endi bir nima o'tay listaladim. Boshda endi o'zimizning ishidan boshlab, aning keyin Duq raisi Dolqaysaniki vazifasidan istifa berishi, aning keyin Osiyodagi hozir Yaponiyaniki O'rta Osiyo davlatlarini ziyorat qilishi degandek. Bu yerninki O'rta Sharqdagi hozirgi vaziyatlarni işte savol qilib chiqdim endi. Endi boshlab ketsak, yaqin mushabda ichida endi Dunyo qurultiyi raisi To'lqin Apandi istifa berganligini yoki ba'zi nimalarda masalan vazifasini to'g'latganligini debdi. Buning yeriga Hacettepe Üniversitesi tarix Erkin Ekrem ma'lum Erkin Ekrem Apandi rais bo'lganligini nima qilibdi. Buning qarata bir buningdan keyingi masalan tushunchangiz bir deb baxsangiz. To'g'ri, sen degandek o'tgan dushanba deyman. Dushanba Dunyo qurultiyi qaror olib, rais To'lqin Apandining 2 vaqtlik to'xtab turganligini, buning o'rniga muavin rais, birinchi muavin rais Erkin Ekrem Apandining keyin vaqtlik rais bo'lib saylanganligini e'lon qildi. Menimcha bu to'g'ri qaror. Aslida bu qaror kechikdi deb o'ylayman. Oldingi qatimqi programmada bu to'g'risida men qarashtirimni deb o'tgan. Ya'ni bir tekshirish, mustaqil bir tekshirish olib berish uchun albatta shikoyat qilinuvchi vazifasidan to'xtatilishi kerak. Bu aqlli bir qoida endi dunyoning har qanday joyida. Chunki huquqni qadrini tekshirib bo'lmaydi. To'g'ri. Shunga bu to'xtatilishi kerak bo'lgan narsa, ammo Dunyo qurultiyi bu masalaga qarata qaror olishda bek ikkilanib, bek kechikib ketdi. Oraliqda bekcha xatolik sodir qildi meningcha bo'lganda. Mayli hozirgacha Dunyo qurultiyining taftishininki o'tirg'i chiqib bu masalaga qarata bir tushuncha bermasligi, undan keyin To'lqin Apandimning boshida buni e'tirof qilib, keyin Erkin Osiyo radiosida inkor qilib, bu yerda oldi keyniga dastishi qatorliq omillar nurg'un masalalarniki o'zak so'zlarning chiqishiga sabab bo'ldi. Ham Dunyo qurultiyining innovatiga belgilik darajada ta'sir ko'rsatdi. Avvallik olimlar bayonot e'lon qilib, Dunyo qurultiyiniki bu masalada aniq bo'lishini, ochiq bo'lishini, keskin bo'lishini talab qildi. Undan boshqa ba'zi tashkilotlar Dunyo qurultiyini a'zolikdan to'xtatdi. Bu endi qancha kechikkan bo'lsa-mu, to'g'ri bir qaror. Men Erkin Ekrem Apandimniki Dunyo qurultiyini o'tkinchi mazgildan o'ngishli o'tkazib ketishiga tilakdoshman. Mustaqil tekshirishniki obyektiv, ijobiy bo'lib, Dunyo qurultiyiniki innovatni saqlashda yaxshi bir rol o'ynashini umid qilaman. Menimcha to'g'ri qaror. Kechikdik. Endi hozir yangi rais saylangan bo'ldi. Endi bir chet eldagi vaqtliq muhojirat hayotimizda endi birdan bir strategiyamiz desakmi bo'ldi. Buningdan keyin masalan kelgusining qanday bo'lganligi bir nimangiz bormi masalan? Qanday bo'lishi mumkin bundan keyingi ishlar? Yoki buning tarafı yaxshi bo'lib ketadimi? Qanday bir mo'ljaringiz bormi? Menimcha endi bu yerda To'lqin Apandimiz ustiga tekshirishning natijasi hozir tekshirilyotdi dedi, ammo aniq bu yerda kim tekshiryotdi, qanday tekshiryotdi, bu haqda hech qanday ma'lumot berilmadi. Shunga bu natijasi qanday chiqadi buni bilmaymiz. Oldimizdagi 10-oyning oxirlarida qurultiyiniki rahbarlik saylan bo'ldi. Bu saylamda endi Dunyo qurultiyining 8-navbatlik rahbarligiga saylab chiqildi. Shu vaqtda biz Dunyo qurultiyiniki kelgusininki qanday bo'lishini faraz qila olamiz. Masalan, oldingi qatim vakillar saylamidan keyingi men yozgan yozmada bo'lsin yoki suhbatimizda bo'lsin,
Dünya Uyghur Kurultayı için bu qatımlıq saylam özününki demokratiyaleşkenligini, işlarni to'g'ri muvofiq betaraf qila oladiganligini, Uyg'ur xalqining manfaatli vakillik qila oladiganligini ko'rsatadigan bir yaxshi fursat dedim. Agar bu fursat qo'ldan ketsa qayta kelmaydi, chunki kishilar bir qatim ishonchini yo'qotsa qayta ishonmaydi. Shunga bu saylamdan keyin Dünya Uyghur Kurultayı'nınki keyingi musabasını bekitishda intayin muhim ahamiyati bor deb qarayman. Albatta Uyg'ur davosiga shuningga mos holda ta'sir ko'rsatadi, chunki Dünya Uyghur Kurultayı mayli biz yoqtirayli yoqtirmayli hamda muajiratda siyosiy jihatdan dunyo e'tirof qilgan va Uyg'urlardagi hech bo'lmagan chog'da ko'p sonliqqa vakillik qiladigan bir tashkilot. Albatta bir tashkilotda hamma kishi o'zining vakilim deb qaramaydi, ammo qaraydiganlarning soni ko'p bo'lgan bir tashkilot. Shunga bu tashkilotniki saylamining o'ngishli bo'lishi, yangi rahbarlik qatlamida o'zgarish bo'lishi menimcha tashkilotniki kelgusi xizmatiga ham emas, balki Uyg'ur davosiningki kelgusi nimasiga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Buni nəhayət ətraflıq, nəhayət yaxşı düşündürüb bərdiniz. Köp rəhmət. Anan keyinən ikinci bir sual. 8 avqust Reuters agentlığınınki, Amerikanın Reuters agentlığının nima qilishicha hamda Amerikanınki Uyg'ur majburiy əmgakka chetilgan yana Xitoyniki 5 shirkatni buningga qatqanligi va buning bilan 70 mi 71 atrofida bo'lganligi nima qilibdi, so'zlanibdi hamda buning qarta tushunchagingiz qanday raqamda? Endi bu balkim sizning xabaring bor, aniq bilinsa uqmadim, bu Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun ramkasida bo'layotgan ishlar. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 2021 yili 9-oyda ma'qullangan ismda qilishicha 2022 yili 6-oyda yo'lga qo'yildi, chunki 6 oydek, hatto 8 oydek vaqt berildi har qaysi shirkatlarga o'ziniki ta'minlash zanjirini tekshirish, bu jihatda behuda ziyondan, jirmondan saqlanish uchun fursat berildi va bu fursat muddati to'shqandan keyin ijro qilinishga boshlandi. Hozirgacha buningga 66 shirkat kirgizilgan. Bu qatim 5 shirkat kirgizilibdi. Buning kechkisi Hong Kongda deyman. Undan keyin qolgan uchun Qashqarda, nimada Qumulda, undan keyin yana biri unutib qoldim. Ishqilib bizning Sharq Turkistondagi ichida joylashgan shirkatlar. Endi bularni bu qatim yangidan bu tizimga kirgizgan. Endi diqqat qiladigan bo'lsak, Amerika shu Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish ramkasida Xitoy iqtisodiga bo'libmi Sharq Turkistondan chiqadigan mahsulotlarni ishlab chiqaradigan Xitoyning shirkatlari va hukumat tarmoqlariga qattiq zarba beryapti. O'tgan bir yilda Xitoyning Sharq Turkistondan ishlab chiqarib sotgan narsalar nisbati zo'r darajada tuvallab, iqtisod chekingandan keyin xabarlari chiqqan. Undan keyin navbatdagi Xitoyninki shu chet eldagi mayli Uyg'urlarni kelib ko'rib ketsin vatanga, Şinjan yaxshi joy degan tashviqotlari bo'lsin. Undan keyin mayli arab dunyosidan yoki Turkiyadan, u bu yerdan atalmish muxbirlarni, ziyoratchilarni, siyosiy yo'llarni taklif qilib o'ynayotgan Uyg'urlar bo'lsin. Hammasi amaliyotda shu qonunninki kuchidan deb qarayman. Chunki Xitoyni bu chaqqicha xalqarodagi mayli ayiblash olsun, namoyish olsun, bizningki nurg'un guvohliklarimiz jiq parvo qilg'izolmagan, ammo iqtisodga taqashganda, pulga taqashganda Xitoy vot deyishga boshladi. Shuning bilan Xinjiang yaxshi joy, hamma ishlar yaxshi degan tashviqotlarni boshlab, hozir hatto o'tgan oyda deyman, BDT'ninki bir dokulatchisini, Belarusiyalik ayol bu, buni vatanga olib shu yerda ziyorat qilg'izib, oxiridan bu yerdagi Amerikaning jazosi yerlik xalqqa, Uyg'urlarga ziyon yetibdi. Amaliyotda Amerika Xitoyni jazolayman deb bu yerdagi xalqqa ziyon yetibdi degizdi. Maqsad nima desa, sizlar Uyg'urlarning haqqini qo'g'daymiz deb Uyg'urlarga ziyon solyapsizlar degan uchurni berish orqali bu jazodan qutulmoqchilar. Ammo ko'rganimizdek Amerikaningki bu jihatdagi maydoni keskin. Shu Amerika Homeland Security
Department of Homeland Security, Amerika Davlat Zimin Bexatarlik Ministerligining bayonotida shu 5 shirkatni tizimga kirgizganlik haqidagi bayonotida Uyg'ur majburiyatini oldini olish qonunini qat'iy ijro qilganligini va buning bir ifodasi va davom ekanligini aniq ta'kidlagan. Ham bu 5 shirkatni nima uchun kirgizganligining konkret sabablarini, asoslarini o'ttirib qo'ygan. Demak, bu qonun bundan keyin davomli ijro qilindi degan gap. Bu Xitoyninki Uyg'urlarni, Qozoqlarni, Sharq Turkistondagi xalqlarni majburiy emgakka silishining oldini olish uchun navbatda butun dunyo desak mubolag'a bo'lmaydi. Xitoy qarshi qo'llanayotgan eng unumli bir qurol. Tushundim. Bu yerda yana bir savol so'ragim keldi. Hozir masalan haqiqatan foydasi bo'layotgandek bo'ldi, ammo Sharq Turkistonda haqiqatan qarasak, men nimalarda Xitoyning taratqularida ko'rishimcha, hamda iqtisoddan chekinayotganligi, ya'ni bir narsaning setilmayotganligi, mevji bo'lsin, nimalarning tushib ketganligi, xalqning turmushining haqiqatan nacharlashib ketganligi ne ko'ryapman endi. Buningga nisbatan bizga qanday foydali taraflar bo'ldi? Aning keyin bizga bu jarayonda masalan xalqqa hamda vatan yashayotgan xalqlarga qanchalik bedellar to'ladi hamda buni qartab pozitiv yoki negativ taraflarini qisqacha to'xtalib o'tamiz. Hamda bu xil qonunlarniki yoki iqtisodiy jazolarniki yerlik xalqqa akildigan foydasidan ba'zida ziyni ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, Amerika izchil Ironni jazolab keldi, Chevchenni jazolab keldi, o'zing bilasizlar. Burunqi Iroq hukumatini jazolab kelgan edi, Iroqni Saddamni o'ldirdi. Endi bu yerda jazoga uchragandan keyin iqtisod ozlaydi. Iqtisod ozlagandan keyin bu yerdagi mustabid hukumatlar bayuq pulni hammani uzoq hajlaydi-da endi. Hajlagandan keyin yerlik xalqqa texmo pul ozlaydi. Agar hozir ocharchilik yuz bermadi, agar favqulodda ocharchilik yuz bersimi, yana shu bağışlıkni kadrlar yeydi-da u yerda, boshliqlar yeydi. Nafaqat kishilarga, dehqonlarga, ularga oshdan tegmaydi. Shunga buning bedelini endi xalq tortidi. Bu yerdagi Amerikaningki asosliq o'ylaydigani oldi bilan endi Amerikaningki bozorini majburiy emgak mahsulotidan tozalash. Chunki majburiy emgak bilan ishlangan bir mahsulotninki Amerika bozoriga kirib, Amerika fuqarolari uni iste'mol qilib ichsa, o'chaqda bu Amerikaningki axloqiy ustunligini, prinsiplarini nobud qiladi. Bu xuddi o'g'irdan mol sotib olgandek bir ish. Shunga oldi bilan har kim o'ziga oilasidan mas'ul bo'lishi kerak. Shunga Amerika oldi bilan o'zining xalqidan mas'ul bu jihatda. Lekin ikkinchi jihatdan, strategik jihatdan endi Xitoyni bu xil majburiy emgak bilan ishlatib topgan narsani sotolmaydi ekanman. Buningdan keladigan kirimdan ziyon chekkan degan holga keltirish va shuning orqali buningdan voz kechish. Ammo bu strategiya ishlab bo'lguncha rayondagi xalqning iqtisodiy chekinishi, undan keyin ularga qilinadigan nachar muomala qatorliqlar davom qildi-da. Endi bu yerda konkret Uyg'urlarningki ahvolining yaxshilanishiga buningki ijobiy yoki qanday salbiy ta'sir ko'rsatishini vaqt belgilaydi. Ammo hech bo'lmaganda navbatdagi ahvolda Xitoyningki Uyg'urlarga zulm yo'q, majburiyat degan narsa mavjud emas deb buni inkor qilib, buni yo'qligini isbotlashga tirishayotganligi va chet eldan muxbirlarni, ziyoratchilarni, siyosiylarni taklif qilib ko'rishga da'vat qilayotganligi va hatto Uyg'urlarga yo'l ochib, kelib ko'rib ketinglar deb Uyg'urlarni shu yerga chaqirayotganligi, borgan kelganlarningki vatan yaxshi ekan, ham ishlar obdan ekan deb tashviqot qilishiga Xitoyningki orqa safda turib orkestrlik qilayotganligidan biz hech bo'lmaganda ma'lum sondagi Uyg'urlarningki nafas olish fursatiga erishganini ko'ryapmiz. Chunki xalqaro ko'rsatish uchun bo'lsa-mu, bir qism Uyg'urlarga erkinlik berishga, ya'ni erkinlik deganim bu yerda tirnoq ichida, cheklik erkinlik. Erkinlik berishga, cho'ng'izda dunyoga ko'rsatish uchun bo'lsa-mu, bir qism xalqimizni saqlab qolishga majbur bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni Xitoyningki
Mecbur emgek ba, ben bularni terrorchi bo'lganlik uchun, bölgünçü bo'lganlik uchun mecburiyet o'rgatyapman, gaping bormi deyishning o'rniga bundaq ish yo'q, Uyg'urlar yaxshi yashayotidi, bularning tili, madaniyati qo'ldilyotidi, sizlar yolg'on yovdaq so'zni qilmanglar deyishga o'tishining o'zi menimcha Xitoyniki bir qadar chekinganligi va bu chekinishda albatta Xitoy garchi taktikalik aldash xarakterlik ish qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bizniki xalqimizga ma'lum fursat keladi, ma'lum nafas elish imkoniyati yoriladi deb qarayman. Köpten köp rahmat. Hamda üçüncü bir sual bolsa hamda Japoniya tashqi ishlar ministri deymi? Kishidaninki mushu 9 Ağustos yani tünügünden tatip 12 Ağustosgacha 3 gün mushu O'rta Osiyo davlatlari O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston degandek mana shu davlatni ziyorat qildiganligi va buningga qarata nima bu yerga bir mablag' soldiganligini 2 milliard dollar qadar nima qilsam xatolashmagan bo'lsam mablag' soldiganligi to'g'riliq xabar ko'rgan bo'ldim. Bunun nisbeten hem de bu yerda hozir bir urush bo'lyotidi. Aning keyindan yana birsiga hem de Xitoyning bir nima bir qushaq bir yo'l. Ya'ni Ipak yo'li strategiyasiga bir qarshidek bir ish bo'lyotidi. Hamda buningga qarata nima taxminlaringiz yoki ko'z qarashlaringizni so'zlab beramiz. Senin davet bunu Japonya baş vezirininki Orta Asya'daki başlıklar yerinde şundak bu. Şundak ve Japonya baş... bu içildi, başlanıp oldu ya. Sen... Tünügün başlanıp, şu gün aynı. Tünügün başlanıp oldu. Japonya'nın baş veziri kişiden başlayıp Kazakistan'a geldi Astana'dan. Buna hazır yılın içivatı doğandı. Hem de nebiga tarix qaraydigan bo'lsak, Yaponiya bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida 2004dan boshlab nima 5 plus 5 qo'shilgan bir shakldagi dialog bo'lgan. Hamda bu qatim buniki boshliqlar darajasiga ko'tarildi-da hamda. Bu qatim Astonadan O'rta Osiyodagi 5 davlat Yaponiya bilan birlikda boshliqlar yig'ini o'tkazdi. Bu endi Yaponiyaniki O'rta Osiyoga ko'ngil bo'lganliginiki va O'rta Osiyoda endi Xitoy va Rossiyadan raqobatlashishga kuchli shaklda kirganligini bildirdi-da. O'zdan bo'lsak O'rta Osiyoda Rossiya kuchli shaklda mavjud. Xitoy kuchli shaklda mavjud. Ondan keyin bu yerga Yevropa ittifoqimi kirishga tirishyapti. Bundan bor ham ma'lum shaklda Amerika kirishga tirishyapti. Hindiston Shanxay hamkorlik tashkiloti ramzida bu o'yinga allaqachon kirdik. To'g'ri. İran Turkiyaninki orqa o'ylisi. Endi bundaq ahvolda Yaponiyaning bu yerga kirishi hamda bu yerdagi raqobatni texnik keskinlashtirdi-da. Doğru. Bir yerde bu rekabetin keskinliğini ben burada bir misal olarak düşünüyorum. Ötken yılı aldı bilen Avrupa İttifakı olan bu Orta Asya'daki 5 devlet başlıklar yığını ötküzdü. Xitoy bilen başlıklar yığını ötküzdü Şii'nde. Doğru. Xitoy Orta Asya'da yığını ötküzdü. Bundan keyin Amerika'nınki o'xshash shaklda 5 qo'shilgan bir mexanizmi bor. Buni oldin qatorda tashqi ishlar Michael Pompeo mi? U kishi boshlagan. Ondan hozirmi navbatdagi hukumat davomlashtiryapti. Rossiya burundan tortib u yerda bor hamda. Demek hem de bu kadın bu yerga Yaponiya geldi. Türkiye Türk Devletleri Hamkorlik Teşkilatı ramzida bu yerda bor. Demek hem de bu yerda bütün çoğun devletler bor degan gapda. Bu rayondagi devletlarmi diplomatiya jihatdan
çoğun devletlerden hemen bölge betinip kalması için bizimki taşki siyasette boşluk yaratışga tirişiyotidu. Bir taraftan Xitoy bilan iqtisodiyotlik o'rnatganini kuchaytgan, bir tarafdan Rossiya bilan bexatarlik hamkorligini kuchaytgan. Yana bir tarafdan Türkiye bilan kültürel til jihatdan hamkorligini kuchaytgan, iqtisodiy hamkorlik kerak. Hamda Yevropa İttifaqı bilan siyosiy hamkorlik, demokratik jihatlardagi hamkorlikni kuchaytgan. Hamda Yaponiya bilan bu texnika, iqtisodiy jihatdan kuchaytirish orqali bular ma'lum biriga beqinib qolmaslik, ma'lum biriniki qo'l ostiga tushib qolmaslikdan qechyotidi. Ham kim foydani ko'p ba'zida shuning bilan bakrak hamkorlashadigan bir fursat izlayotidi. Shunga bu qatimki Yaponiyaniki hamda boshliqlar darajasiga ko'tarishi buni Yaponiyaniki bu rayonda Xitoy, Rossiya, Yevropa, Amerika bilan teng qatorda 6. bir cho'ng kuch bo'lib turib, bu yerda o'zining mavjudligini kuchaytirganligini ko'rsatdi. Balkim xabarda ko'rgan bo'lishing mumkin. 2 milliard 2 milliard dollar rasaldiganligi. 2 milliard dollar iqtisodiy yordam berdiganligini aytdi. Buni balkim o aslahalarga mablag' solish shaklida amaliylashtirishi mumkin. Tushundim. Ko'p rahmat. Bu haliqi hamda bir tarafdan o'ysak haqiqatan nima O'rta Osiyo davlatlari uchun bir yaxshilikda hamda faqat va faqat bir davlat bilan beqinib qolmaslik. Agarda Xitoy bekroq masalan bir nima İpek yolu stratejisi bekroq boshqadek bo'lib qolib qolsa, boshqa bir davlatdan quchog'i o'zini atalaydigan. Aniken o davlatdan bekroq qo'yib qolsa Xitoyning quchog'iga yoki tanlashi tegim ko'p bo'ldi deb qarasak bo'ldi ekan hamda. To'g'ri, tashqi siyosatda tanlashning ko'p bo'lgani foydali davlatga nisbatan. Bularni pishib bitilib 20 yildan buyon davlatni qo'lga olgandan keyin lotereyadan chiqqandek chiqib qolgan-ku bularga davlat. To'g'ri. Boshqarishni o'rgandi asta-asta. Hamda O'rta Osiyo davlatlarininki nisbatan yaxshi ekanligini his qilib, hamda Yaponiyaga nisbatan bu yaniki qanchalik muhim. Buning masalan qanday planlari bor sizcha mo'lcharingizni deb baqamsiz? Yaponiyaniki aniq strategik konkret planidan xabarim yo'q, ammo bu yerda cho'ng jihatdan biz Yaponiya strategiyasini tushuna olamiz. Yaponiyaniki Janubiy dengizda Xitoy bilan zamin talash tortishi bor. Yana Yiroq Sharqiy dengizda Rossiya bilan orol talash tortishi bor. Demak, Xitoy va Rossiya bilan Yaponiya raqib davlatlar. Bundaq ahvolda O'rta Osiyoda bularning oilasida mavjudligini saqlash, bularga nisbatan bir strategiyalik tangpungliq shakllantirish va ularni cheklash rol o'ynaydi. Bu bir strategiyalik harakat deb tushunsak bo'ldi bu jihatdan. Lekin Yaponiyaniki iqtisodiy sanoat davlati bo'lganligi uchun neftga undan boshqa bu devletlerden bu devletlerden motor toz yaxshi ishlamadi. Ovozim beryaptimda. Ovozim kelyapti. Ko'p rahmat. Endi yana bir savol o'tib kelsak. 9-avgust ya'ni tunigun Xitoyning Janubiy dengizi yana Filippin bilan Vyetnam birlikda manevr o'tkazibdi hamda. Buningki arxa ko'rinishi va aloqador bir ko'z qarashlaringiz deb bersangiz. Janubiy dengizda Xitoyniki bu yerdagi oz deganda 5-6 davlat bilan zamin suv territoriyasini talash tortishi bor. To'g'ri. Men magistrlik maqolamni yozayotgan mezgilda bu jihatda xilicha izlangan.
Xitoyningki bu rayondagi kuchlik deniz armiyasi bu davlatlarga tahdid solyapti. Xitoy bu rayonda kuchaygan sari hakavur boshqalarni ko'z bilmaydigan shaklda harakatlarni qilyapti. Shuning bilan pat-pat biz Janubiy dengizda Yaponiya bilan, Filippin bilan, Vyetnam bilan Xitoyninki urushayotganligini ko'ramiz. Ondan boshqa bu rayon Amerikaninki yer strategiyasida bek muhim bo'lg'achqa Tinch okeandagi Uçuk deniz tamamen Amerika'nınki kontrolünde özün bilse. Da bo'lgandan bu Xitoy territoriyasidagi deniz bilan Uçuk denizda Amerika'nınki charlash elib berayotgan kemalari, aeroplanlari bilan bu yerdagi jiddiychilik davomlashib turdi. Onun ustiga u yerda Tayvan bo'ldi. Tayvan Amerika'nın qo'llashida shuning uchun u yer hamda burundan shunda bir nimaga o'xshaydi-da, qaynayotgan qozonga. Endi bu qatimqi Filippinninki Vyetnam bilan o'tkazgan harbiy manevri tarixda tunji qatim. Chunki bu ikki davlatninki o'zaro talash tortishi bor. Aral talash tortishi bor. Bu yerdagi davlatlar o'zaro bir-birlarini aral talashadigan bo'lg'achqa Xitoy ularninki ixtilofidan foydalanib kelgan bu chaqqicha. Bo'l va boshqu yoki uyg'urchalashtirsak bo'lib boshqurish taktikasini qo'llangan. Ama bu qatim hamda Xitoyninki ta'siridan har ikki taraf his qilgan bo'lsa kerak. Shunga Filippin bilan Vyetnam o'zaro harbiy o'tkazish orqali Xitoyga biz birlashib turib sana taqobil turimiz deydigan bir signalni berdi deb o'ylayman. Bundan oldinmi Filippinda Avstraliya, Kanada, Amerikaninki deniz armiyalari manevr o'tkazgan oldingi To'g'ri. Shunga bu endi rayondagi kichik davlatlarniki birlashib Xitoyga taqobil qilishga tirishayotganligini ko'rsatdi. Ammo buningdan bek cho'ng bir natijani kutmaslik kerak deyman, chunki Vyetnam burun Xitoy bilan o'xshash manevrlarni o'tkazgan. Hatto necha qatim o'tkazgan. Bu qatim hamda Filippin bilan o'tkazganligi tunji qatim. Lekin rayondagi davlatlar hamda bir tarafdan Xitoydan mudofaalanishninki, yana bir tarafdan Xitoydan foydalanishninki kuydi bo'lg'achqa bu yerda bir lengar taqtaq o'yin shaklida davom qilayotgan jidal majro yoki munosabat mavjud. Yani eğer u kelse maşkimiz birleşip seni nim qilamiz. Eğer sen kelsen anam bilan birleşip ikimiz nelik. Yani şu danqan şekillik bir münasebet. Shunday qilsak bo'ldi. Endi bu yerda Yaponiya, Malayziya, bularning hammasiniki Xitoy bilan ma'lum darajada zimin talash tortishlar bor. Nimishqa deganda endi bu yerda asli bu deniz degandagi kichik xarita yoki orollar tashlandiq narsa bu. To'g'ri. Davlat yani ilgilisa hech kimning qarshi olmaydi. Ammo Xitoy berib hozir u yerlarni ilgilab, kichik orollarni taş topraklarını tükep yani çoğaltıp sun'iy orollarni yasavatdi. Ayrı durumlarını selep, andengenlerinde harbiy bazılarını selep, şehirlerini berpa qilgan ekan, boshqalar buni andengen o'ziga tahdid his qildi. Ham bu yani ishlatadigan ish bo'lsa teng hamkorlashib, kelishib, bo'lishib ishlatmam to'qbuni nimda bu kelib ishlatib oldi deb hamda ularninki buni norozilik chiqqan. Xitoy bo'lsa, men cho'ng bo'lganligi men Yamanda seninki kuching yetmaydi bunga deb ularninki ovoziga quloq solmagan bunday bir ahvol bor. Bu endi 2000-yillarning 5dan boshlab kuchayotgan bir masala. Shunga rayondagi davlatlar Amerikani yeniga tortib, Amerikaning yordami orqali Xitoyga taqobil turishni qo'llanyapti. Amerikami rayondagi mayli Koreya bo'lsin, Yaponiya, Filippin bu davlatlarni birlashtirish orqali o'zininki Tinch okeandagi mavjudligini kuchaytiryapti va qonuniy asosga ega qilyapti. Chunki haqni yurtiga berib, bu yerda mavjud bo'lish uchun haqni taklif qilgan bo'lish kerak-da. Haqning ehtiyoji bo'lgan bo'lish kerak. Shunga endi shunday bir munosabat, jiddilik har vaqt mavjud. Tushundim. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi buningga nisbatan Tayvanning tutumi
qaysi şekilde boldy dep garaysyz mesela? Tayvanmy bir ende Qaysi mes- Xitoy bilen bu ılıqy hazırky manewrga çok, manewrga bolgan köz qarşı. Bu manevraga Tayvan'daki karşı kanda bunu uqmadım, öğrenmedim. Hı hı. Adatdan Tayvan hamda Xitoy bilan bo'lgan jiddiy munosabatni tufaylidan ba'zi Hı hı. boshqa davlatlarning to'qinishlariga va kirmaslikka tirishishlar. Hmm. Tayvanning Amerika bilan Yaponiya bilan bo'lgan munosabati yaxshi, ammo Xitoy davomli Tayvanga bir bag'lab topsa hujum qildigandek bir vaziyatni shakllantirayotgan bo'lg'achqa Tayvanmi imkon Xitoy bilan bo'lgan munosabatdan keyin yiriklashib urush holatiga o'tishidan qo'rqadi, ansiraydi. Umumiy vaziyat shu anda. Düşünüşük boldy. Endi özümizning meseleleri boyu O'rta Asiyadagi meseleler biroq paranglashgan bo'lib turib, hamda O'rta Sharqqa bir nazar sepaqamdıq billah. Qarab baqayli. Endi ma nimadan keyin davomli qizyapti deb. Nima? Ay, Hamasning lideri öldürülgandan keyin endi yangi bir lider saylanib chiqildi. Yahya Sinvar deb. Buniki nimelerini ko'rdim, biroq quraliqi deymiz kelib chiqishi degandek. Hamasning aliqi Hamasninki Tercüman tarjimonini bir ko'rib chiqdim. Hamda Hamasninki muhim a'zolaridan birisi masalan degandek. Buningki keyin shunda qattiq qo'l ekanligini, endi oldingi hafta dedik-ku, masalan, mavu nim Hamasning liderini o'ldirilganligi niminiki, Isroiliyaninki Hamasni tamoman yo'qotib yetadiganligiga bir belgi deb qaragan tuqimda, işte bir tushungan tuqim. Aha. Endi ma Hamasninki Yahya Sinvalning liderlik tanlashi buning nihoyat qattiq qo'l keskin bir taraf qilganligi bir ishlarga nisbatan bo'lganligi uchun bularningmi Isroilga nisbatan qattiq qo'l bo'lganligi yumshash yoki bir ustil keldiganligini bildirmaydiganligini bildirdi. Buning qarta bir ko'z qarashlaringizni deb boqamiz. Şu anda sen degandek urush bu rayimsiz urushdan davomli qattiq qo'llik kelib chiqadi. Bir taraf yana bir tarafdan yumshoq qo'l odamni o'ltirayotgandan keyin yana bir tarafdan qattiq qo'l bir rahbarni chiqarishi mantiqli, chunki ojiz ko'rinishni xohlamaydi hech kim. Zaif ko'rinishni xohlamaydi. Shuning bilan umum sen urushni xohlasang men urushiman deganni bildirish uchun kuchlikni chiqardi. Ammo oxirdan her ikki tarafdan keyin talvilari kaj jahillari ishning boshiga chiqsa, u vaqtda mislsiz qurbon berishni keltirib chiqardi. Her ikki tarafniki g'oyat zo'r vayron bo'lishni keltirib chiqardi. Bo'libmi bilan ojizlar qilgan urushda ojizlar ziyon tortib ketadi. Masalan, hozirgi vaziyatda Hamas ojiz, Isroiliya kuchli taraf bo'lgandan keyin Isroiliyaniki maqsadi qattiq qo'llikni yoqalash bo'lgandan keyin bunday ahvolda Hamas tarafidan qattiq rahbarni tayinlashi dunyoga javob berish, Isroilga javob berish nuqtasidan mantiqli tushunishga bo'ladi. Ammo cho'ng strategik foydadan nuqtasini aytgan vaqtda yana Hamasga nisbatan Isroilyaniki texmi qattiq zarba berishiga bahona yaratadi-da. Endi Hamasniki nimishqa Xolid Mashalni tayinlamay yoki İsmail Xaniyanın yardımcısını tayinlamay Yahya Sinvarni tayinlashi kelsak, menimcha Hamasniki rahbarlik qatlamida harbiy qanotniki kuchi hozir yoki gap qilish huquqi kuchlik deb qarayman. Unda bo'lganda shunga bu siyosiy qanotdagilarniki kuchi yo'q. Urushni qilyapti harbiy qanot bo'lgandan keyin bu harbiy qanotdagilar shunga Yahya Sinvarni tayinladi. Yahya Sinvar G'azada deb qaraladi. Albatta uning nadaligini aniq
bilmeydi hazır hiç kim. Çünkü uruş başlangandan keyin yer astı, Akutlarda yoki To'g'nildigan yerlarda yuruydi da endi. Ama bu endi Hamasning siyosiy musofini ma'lumotni aytganda taqig'anligidek bir bishorat berdi. Çünkü Yahya Sinvar İsrailyaniki o'ltirish tizimligida birinchi nomerlik bir shaxs. Bu endi qaysi siyosiy salohiyat bilan suhbatlarga qatnashadi masalan. Doğru. G'azadan qandoq chiqadi buni bilmaymiz. Balkim orada hamda o'zga bir vakil sayilishi mumkin, ammo uning qanchalik xalqaro e'tirofga erishishi bir masala. Shunga sen deb o'tgandek hamda Isroil urushni tanlagandek Hamasmi urushni tanladi. Yana bu yerda diqqat qilgan bir narsa, Hoş. shu 7-oktyabr İsrail'e hücum qilish faqat yuz bergan vaqtda Hamas'ningki chet eldagi siyosiy rahbarlardan biri Xolid Mashal bu ishdan ben mediadan xabar topdim dedi. Men buningdan cho'ng ehtimol shu Isroilga hücum qilish vaqasida Hamasning siyosiy qanotdan xabari yo'qdi. Buni G'azzadagi askariy harbiy qanot o'z oldiga qilgan. Bular keyin buni qo'llash va buning uchun endi kurash qilishga majbur bo'ldi siyosiy qanotchi. Ben nima qilishimcha, xabarda o'qishimcha, buniki bu tuyuqsizlik nimaninki, hujumninki, bu Yahya Sinvarninki planlaganligi to'g'riliq bir narsa o'qidim endi. Siz deganga o'xshash. To'g'ri, hozir İsrailiya va nurg'un kishilar bu harakatni Yahya Sinvar planlagan deb qaraydi, hozir shuning ishini endi Hamas'ningki Falastin'dagi askeri qanoti Qassam brigadasininki beshidagi siyosiy ishlarga mas'ullardan Yahya Sinvar. Askeri harbiy qo'mondon Muhammad Dayif idi. Onunki havo hujumida o'ldirilganligi haqida bir oy burun xabar chiqdi. İsrail tarafı buni dalilladi. Hamas'ningki dalillamaganini ko'midim. Demek endi aslida bu ishni tergan shu Yahya Sinvar shu oxirida buni jelishtirganini men bo'laydiga o'xshaydi. Menimcha siyosiy qanot burundan tortib bu ishda passivdi, yana oxirida passivlashtirildi. Ko'pdan ko'p rahmat. Men buni 15-ga to'xtalsak endi. Yana O'rta Sharq. İslam İşbirliği Teşkilatı'nınki Tehran'da fevkalade bir yığın ötkazdi. Bunun qarta mesela hazırki nimeninki mesela Yahya Sinvarning saylanishi degandek mesela bununla mesela İslam dünyasınınki göz qarashlari qanday qaraydiganligi mesela shuni qarta bir göz qarashlaringizni aytsangiz. İslam Hamkarlık Teşkilatı sen degandek bu İsmail Haniye qaz kuchirgandan keyin, ondan keyin İran'da qasdab o'ldirilgandan keyin, ondan İran İsrailiyatni o'ch olmaydi deb, İsrailiyaga zarba bermaydi deb nima qilishga boshlagandan keyin, o'zi qilishga boshlagandan keyin İslam Hamkarlık Teşkilatı'nınki yığınını çağırdı. Tehran'da yığın çağırıldı. Adetten İslam Hamkarlık Teşkilatı 57'de İslam devletinden teşkillenген bir teşkilat. Bu kuruluş felsefesi ve hitapnamesiga asaslanganda İslam dünyasınınki umumi işlerga bexatarligi, her türlü işlerga üzüne berişligan, şunu hal qilishga ataganda yazılgan, özününki maddelerga, nizamlarga. Ama hozirgacha İslam Hamkarlık Teşkilatı hamda pek bir qilgan mesele yok. Dünya bir yerden hamma ishqa burnini suqib boqqan bo'lsa-mu, lekin hal qilgan masalasi yo'q. Menimcha İslam Hamkarlık Teşkilatı hozirgacha burnini soqmagan bir aralashmagan bir mesele Uyg'ur meselesi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yoki Uyg'urlarning meselesi. Uyg'urlarning meselesiga haqida Xitoyni qo'llab bir necha qatim gap qilgan hisob qilmasa bir qilmadi yoki yig'inni ichib boqmadi. Yani Uyg'urlar uning nazarida musulmon emas hicham. Ondan
Biraz bundan başka dünyanın qanday yerde bir musulmonlar haqida bir masala olsa Uyghur yig'in ochib musulmonlardan belek her qanday musulmonga egi chiqib ha kelayotgan yaxshi bir tashkilot. musulmonlardan başqa har qanday musulmonga ega chiqishga tirishib baqqan emas va ega chiqib bilolmagan bir tashkilot. Qolsan Kıbrıs üçün açqanda ularda yig'inlari bor, Rohingya üçün açqanlari bor, Kashmir üçün açqan o Filippindagi hatta şu Filippindagi musulmon o'lkasi bor ya Filippinda Filippin hükümetiga qarshi mustaqillik talab qilgan bir rayonlar bor. Shular haqida mana chiqadim Moral İslam Hareketi ismli qilishchi. Shular haqida yig'in ochgan bir tashkilot, lekin bir ochmagan bir Uyg'urlar to'g'riliq yig'ini chiqib boqmadi. Hamda bu tashkilot a'zo davlatlarning birasidagi talab bilan jiddiy yig'in ochdi. Suriya to'g'risida, Falastin to'g'risida davomli yig'in ochdi. Bu qatim Tehron yig'in ochdi, yig'in ochib İsrailni aybladi. İran'ı qo'llaydiganligini bildirdi. Shunchalik. Bu tashkilot to'g'riliq gap qilgim yo'q, chunki Endi bundan nesi gap qilsak endi zanglik qilgan bo'lib qolamiz shu endi. Shunga endi mushunchalik to'xtab qolsak menimcha ularning yuzini aygan bo'lamiz endi. Hatto bu tashkilotga Türkiye reislik qilayotgan mezgilda İstanbul'da yig'in ochdi. 2019-2020 Uyg'urlar eng qattiq zarbaga uchrayotgan, qiyqirg'inchilikka uchrayotgan medialar Uyg'ur deb qaynayotgan chog'da shu chog'da bizningki Xalifa Hazretlari Recep Tayyip Erdo'g'an boshchilik qildi yig'inga. Bu chog'dami Uyg'urlar to'g'riliq bir gap chiqmadi bu yig'inda. Ama Pakistan'da açık vaqtda Pakistan'da bu tashkilotning bir yig'inida Navut Çavuşoğlu Uyg'urlar to'g'riliq bir gap qo'ydi endi. Qolgan erkinlarimizni bilmash qiladi. Köpten rahmat. Bunu bir şeyga to'xtalaylik endi. Endi yana mushu masalalar to'g'risida yana o'p jo'rida mangimiz. İran bilan İsrailya o'tirsida bir urush portlab qolarmi? Men nimadan xabarlarni o'qidim. Mana keyindan bularga nimaninki İranninki Hamasni qattiq qo'llaydiganligi to'g'riliq nima uchur berganligi destek mesajı debdi endi. Uchur berganligi degandek ana keyindan nimadiki dengizdagi nima kemilarga qarta İHA yani inson halini qilib bir aql ko'rganligini keyin bularni bir bomba bilan hal qilib yetimiz bu nimalarni paraxotlarni degandek masalan ko'zmi kelmagandek nurg'un xabarlarni taqid qiladi degandek bir nimalar bo'libdi. Hamda İran o'zininki markazida hamda Hamasning liderini qo'g'diyamadi. Hamda buning qarta hamda menmo bir bularning o'tirsa bir urushib qoldiganligi faqat ishonchim yo'q. Ham shunda bo'lsin bir balkim boshqalar qiziqib kelishi mumkin. Buning bir o'zingizning tushunchisini deb baqsangiz. Sana o'xshash mening ishonchim yo'q uni İranninki urush ochilishiga. Ama İran degandek endi ikki toshning orasida qoldi. Chunki İsrailya belki Satiyadan urvatdi. Şu İran endi İsrailiyani zarba berib urush ochay desa, İranninki kuchi cheklik, atgan boshqa nima bombalari İsrailya zimniga borolmadi, yo'lda chiqib qoldi. Endi qilmay desa degandek endi o'zining yuragida, o'zining poytaxtida hatto poytaxtlar emas, shu Poytaxtning markazidan qo'dildigan yeri. İran İslam İnqilabını qo'g'dash muhofizat qismining bargohi o, harbiy gazarma. Harbiy gazarmada o'zininki oldingi safdagi jangchisi desak bo'ldi endi yani. Hamasni qo'llayotganligicha. To'g'ri. O'zininki qahramonini, o'zininki birinchi darajalik mehmonini o'zi shu yerda o'limga tutib berdi, ya'ni qo'g'diyamdi. Endi bunday ahvolda ikki toshning orasida shunga endi umumyuzlik urush etishga kuchi yetmaydi deb o'ylayman. Buningki bir qancha sabablari bor.
Çoğun cihetini elip etkinden aldığımı alsam kalakaçıda keyinigi barsam harvusunu da degендek bir şekildeki aldığım mağaza at özüdü, kendi mağaza harbısını. şundaq mı diye. Bunu hata dedim. Bunu biraz nimeden çıkıp hem de çakçaktan çıkıp biraz nime ilmi tahlil kılsak. Çoğun cihetten hem de İran'daki İsrail'e gücü yetmeydi. Çünkü İsrail'in kendinde tağdek duruyatkan Amerika'da. Amerika'dan otur şerifteki aviamatkilere uruş kimilere halgan nişanlı uralaydı. Çok. Hemen o sırada tünügünkü haberde köyden muhmayna F-22 otur şerifte keldi deydi. To'g'ri, ana o'qidim ha. Hech kimga berilmagan bir aeroplanni hamda Isroilga nima qilib ulash uchun. İsrail'e o vermelilik üzerine işletildi lekin. Şunu F-22 otur şerif geldiydi. Bu radar uçmaydigan aeroplan bu deymen. İran'ın müdafiye sistemisi yetmeydi. İran'ınki hazırlıkı başkurduğun bomba müdafiye sistemisi ise S-300 kara. S-300. Türkiye settiğini S-400 dedi. Türkiye bir işletemedi. Bunu yavrum NATO'dan kokar. Ama İran'dan S-300. Bu S-300'den tosamaydı onu çok. Şuna emininki bu çok bir uğraşkan demesi yok. Onun en çok acizlığı İran'ınki. İran müstebit bir devlet. Halkının işenci yok. Mesela sen başka bir devlet Ötkende yılqı vaqtdimi? Nima o'ziningki nimasi o'lib ketgan chaqdimi? Men bir rasmni ko'rdim hamda. U rasmda qanday bir ajoyib peyzlar aylabdi hamda. Nimaninki ayollarning chechininki shu nimani İran'ninki nimasi Hamaniyninki aeroplanni chigib pastga tushirayotganligi bunda bir loyilabdi-da hamda. Şu İran bizning xalqidan ishonchi yo'q bir davlat. Unda qolgandan u yerda Hamaniyni qo'llaydigan, islom jumhuriyatini qo'llaydigan kishilar bor albatta. Ammo uni qarshi chiqadigan kishilar bor-da. Hamma xalq uni qo'llamaydi. İran her 2 yılda bir qatam cho'ng namoyish chiqadigan bir davlat. Kishilar quloq soqchilarga o'lib ketgan bir davlat. Bundaq ahvolda İran tashqi dushman bilan urushmasi ichidan gap kelsa-chu. Şuna mustabid devletlerine en çok endişesi şu. Ular devamlı nimenin içinde endişiyor. Aldığı mansa at ölüdüğün, kendine mansa arzusunduğun alet. Demiş ki, zerbe beğenmese, halkına aldığın yüzü tükürüdü. Yüzü tükürüdü. Zerbe verip sonra kuruş girip kalsa, bu halkta işenci yok. Türkiye'de mesela demokratik erken bir devlet demez. Eğer askeri uruşlu kesse, halkı kendini kollaydığı. Mustabit bir devlet. Uruşlu kesişten kendi isyan götürdüğü iş çıkıyor. Bu en çok içki acizlik. Ama taşkı cihetin küçük aciz ama yardım bir muhtaç. Bu yardım nereden kilidi? İran gara yardım tabii ki Xitay'la Rusya'dan kilidi. Hem de Rusya Ukrayna'da uruş patlıkıda da İran'dan bozulmağı sen alaka gözüm görünmez jirak tuttuğun. Ya da demeydi o. Bomba yasap, başkurduğun bomba yerke, sahiplerler yasap, evet, pesan hukam davatı doğası çok. Xitay bolsa, Tilemçiden pul tilegendek bir ahval hemde. Şu, Xitay bolsa otur şerifte qalaymaganchilik chiqishni belki xalab ketmaydi, çünkü energiya bexatarligi tahdid kuchuraydi. Ama o Falastin İsrail'dek yerlerde küçük dokunuş çıkışıdan belki rahatsız bulup ketmeydi. Çünkü bunda kanda hem Araplarni qo'llagan bo'lib ko'ngil tutarlaydi. Uyg'ur masalasini unuttirarlaydi. Amerikani bu yerda gol qilib Sharq Osiyodan diqqatni chachalaydi. Shunga urushning cho'ng chiqishini Xitoy maqolamaydi, ammo kichik buloq bo'lsin hukm deydi. Bunday ahvolda İran'niki kuni tez. Şu menki burunqi o'xshash, balki hozir muhabbat o'tib ketdi chiqimda. Balki oldin qatim 11 kundan keyin bu ancha muncha raketa aytib qo'ygan. Bu qatim balki cho'ng ehtimol shu Iroqdan, Livandan ancha muncha raketa aytib nima qilishi mumkin. Ammo hozirgi ba'zi xabarlar qaraganda G'azada urush to'xtatishni
İsrailni o'lchamaslikninki sharti qilganning gapi bor. Agar shundoq bo'lmasa, menimcha İran uchun bu pek yaxshi bir chiqish yo'li. Çoğunluklarındaki qo'llovchilarga, dunyoga mana biz manfaatimizdan kechdik, ochchig'imizdan kechdik, qisos ilishdan kechdik. G'azza xalqining manfaati uchun, begunoh o'lib ketayotgan bolalar uchun, ayollar uchun biz fidokorlik ko'rsatdik deb hikoya o'qiy oladi. Shundan o'zim o'qigan bo'ladi. Ammo nima Hamasning rahbarini qasdlab o'tirayotgan ahvolda Isroilga bu bir urush to'xtatish kelishimi natijasi chiqqanda bundan hech umidvor emasman. To'g'ri. Endi kelayli desak, endi yana Osiyoga qaytib kelayli endi. Rossiya Ukraina endi yo'lbosdan yurkini yapaldım qanday bo'ldi shunda Rossiya hujum qildi. Yevropaning yurkini yapaldımı? Bu qatam Ukraina haqiqatan O'g'ilvaldek ish qildi dedimdi qamda. Bizning tilimizda shunday qilib o'g'ilvaldek ish qildi. Yo'lbosdan yurib olgandek Ukraina chegirasidan 25-30 kilometr ichkarilab kirib Kursk oblastidanda shu yani igilib oldi. Ondan keyin yana 400 kilometr yiroqlikdagi Moskva bilan parallel keladigan bir shahardagi harbiy bazalarni uçsuz aeroplan bilan bombardıman qildi. Hozir Rossiya Ukrainaning kirib olgan qismlarini chekindirolmay avariya hozir qancha kun bo'ldi. Yani bu anda Rossiyaningki endi u yerda nima qilmay askarlar yo'q deydi. Askarlar yo'q, shu bilan nima deyim, dalaqa yedek askar demdik, qo'shimcha askarlarni nima qilib avatga o'xshaydi. Ani keyin avatgandan keyin ular taslim bo'lib yetib olibdi. Necha videoni ko'rdim, masalan, shunga aloqador. Naytlik ojizga qolganligi. Endi bu yerdan diqqat qilsak, urush hozir 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yil jarayonidan oldin qatim biz deyishgandek, oldin qatimda tunji boshlanganda madam Ukrainani 3 kunda qildi, 10 kunda qildi, 1 oyda qildi deb hammadanki Ukraina qismida faqat ishonchisi yo'qdi shunda. To'g'ri. O'ylamagan yerdan Zelenskiy Amerika olamsa sana ayrılan evet değilse bana kural evet ben ketmeyme vatanını korumaymadan kahramanlık kılışı bilen aslında kinodalam artistini desem ras elaqı jardımı artistken hakikaten nindemiz ötkendim nima qilishning aloqada bir narsa yozib qo'ydim. Nima yoki siyasetning artistga aylanish, artistning siyosatchiga aylanishi deb-chi, haqiqatan yaxshi bir bo'ldi hamda hisobda. Kahramanlık qilib urushniki tamamen nimasini o'zgartirdi. Yevropa tamamen Ukraina hamda ketdi degan, Amerika ketdi degan. Ammo qaytadan jang kirib, shuning bilan hammasi qaytadan Ukrainani qo'llashga o'tib ketdi. Tunji yilisi 2022 yili urush hali yaxshi davomlashdi Ukrainani o'qishini aytganda. Ammo 2023da Ukraina biraz pasif holga tushib qoldi. Masalan, Amerikaningki bergan mablag'larda chiriklashgan ahvol chiqdi. Istanbulda diqqat qilgan bo'lsam bu saroyning o'ziga. Mudofaa ministrini xizmatni tashildi, pora yedi deb-chi. Qurol centrali xalqni qo'llar degan pulni xajlab olgan ahvoli bor. Bu biraz Yevropa Amerikani ümidsizlantirdi. Ondan keyin 2023-ki o'ttirlarda Ukrainani qaytadan bir kuchaytirib Rossiyaga qarshi urushga hozirlagan. Bir qancha qatim hujum qilgan bo'lsa-mu, hujumda asli Amerika, Yevropa, NATO kuchlari Ukraina oladi deb o'ylagan ololmadi. Ukraina uchun. To'g'ri.
Ukrayna askerlerinki rohiyeti biraz düştü. Rohiyeti düştü. Ondan keyin Hem de qo'llashma biraz tuvallab ketgandek, anikayni diqqat chekilib ketgandek bir ahvol bor deyman o'sha vaqtida. bu albatta. Ondan keyin Amerikanınki o Rossiyani yetim qaldirish siyosati toza ishlamadi. Diqqat qilgan bo'lsam, boshida Rossiyani 8 davlat guruhidan qo'g'lab chiqarib, Olimpikdan chiqarib, Olimpikqa bu qatorda qatnashtirmadi u. Ondan keyin nurg'un xalqaro sahnalardan qo'g'lab, shuni bilan shundoq bir shakllantirgan Rodli Braklam aqallashibdi. To'g'ri. Ama Rusya astasında üzerine tikli oldu. Amerika'nın, Avrupa'nın cezasına Türkiye katılmadı mesela. Andaki kisek altın devletlerdeki BRICS'teki devletler Rusya'nı şekilde ulumadı. Onu arakalıp kollap davamlaştırdı. Şunu bilen tamamen işte kaldıramadı hem de Rusya'nı çok. Şunu bilen bu vaziyet biraz Ukrayna'nınki noktasından faydasız halini şekillendirgen. Ondan keyin o'tgan yil oktabrda İsrail'e Hamas'ın urushundan chiqishida Amerikadagi Yahudi lobbilari tamamen Amerika'nınki kuchini İsrail'e yetkigenchilik qildi-ku endi. To'g'ri. Bu ahvol endi texmo medianing diqqatini o'tir sharqqa burdi. Bu hammasi endi Putinning ishiga yaradi, Ukrayna'nın ishini tasdiqlagandi. Ama bu qatim endi arada Ukrayna askerlerinki ro'yi tushib ketdi degan xabarlar chiqib, Ukraynanınki ahvoli yaxshi emas deyilayotgan ahvolda bu qatim Ukrayna endi bir sakrab Rossiyanınki zeminiga hujum qilib kirish orqali o'zininki mavjudligini yana bir ko'rsatdi. Butun dunyo hayron qoldi. Medialarning kuzimi shuni o'rta sharqni tashlab Ukrayna qaytadan merkezleşti. To'g'ri. Bizning sürprizlarimiz da tugmadi deb nima qilibdi masalan Zelenskiy. Bizning sürprizlarimiz da tugmadi deb. Anikandan yana bir bayonot nima deb tursa, biz urushni biz boshlamagan, mushlar boshlagan, shu bizningki bu yerdagi narsalar bizga haqliq deb qaraydi. Deb nima qilibdi? Lekin Zelenskiyniki bek o'tganda o'ynagan nimalar bek yaxshi o'yinchi. Masalan, bu aşağıdaki Türk soyluq masalan Türk irqidagi nimalarniki Rossiya tarafidan bo'zaq qilinganligi, irqiy kamsiz ushirganligi degandek, anikaydan musulmon anikaydan aşağıdaki musulmonlarniki nimadan Rossiya tarafidan hujum ushirganligi, men uni ko'rib bu haqiqatan rolchimi yoki siyosatchimi? Ya'ni qanda u hayron qoldim-ku haqiqatan. Bu ne mesela rolchini siyasetga kelsa tegim chiroyli o'ynay oladi ekan debchi. Çok bu aslında xalqning shakilida kino ishlab turgan kishi ekan. Ha. Amaliyotda bu rost xalqning qahramoni bo'ldi. Yani bu yerdan nima hayronligimizni dedik, chaqchaqlama qildik. Ama bu yerdan urushning yo'nalishini o'zgartgan cho'ng omil oldingi çıkkayı aldığı deymen Amerika'nınki 61 milyarlık yardım paket deyimiz hem de Uygurca deyimiz yardım Yardım edeplam nim qilayli uni paketini Uyg'urchaga nim qilsak yardım türü deyle bu. yardım türü. Bir yürüyüş yardımlarını öz içine aldı ben bu bir emes şuna yardım paket İngilizce turistin paketiydi. Yardım türlerini tasdiqladi. Aradan bir neçe ay bu alakalı nima qilib qoldi çok. Kengash palatasi bilan Avam palatasi o'rtasida talash-tartish qilib kelishib bulanmay. Ama Rossiya yardım beramiz demeymizde. Şunun bilan bu uzun suzulab ketdi. Bu Ukrayna askerlerinin rolünü düşürüverdi. Nurg'un salbiy ta'sir qildi. Oxirida bu ta'sir qildi. Endi bu Amerikanınki şu yordamlari NATO'nunki Germaniyanınki ilg'or qurollari Ukraynaga hozir dastlabki qadamda kelishga boshladi endi. To'g'ri. Masalan, bu qatimqi nimada ishlatgani Rossiyaningki og'irlishi Amerika bergan ilg'or havo mudofaa sistemasini ishlatganligini F-16 hozir F-16 Ukrayna askarlarining qo'liga keldi.
F-16 ishlatganligini, ondan keyin nima Bronoviklarni Yevropaniki, Germaniyaniki kuchli o'q o'tmaydigan portlatishga chidamli dronlarni ishlatganligini xabar qilib, Amerikadan, Yevropadan qattiq og'rindi. Endi demak, Ukraina armiyasiningki qo'li hozir kuchli degan gap. Qo'liga kartalar yaxshi tizildi-da, hozir kuchli qaytadan taqib kuchli chiqdi. Shunga u kartni yaxshi o'ynaydi. Endi nemishqanda Amerika, Yevropa bundoq kuchli qurollarni berdi desam, bu yerdan diqqat qilgan bo'lsam, urushning beshida Amerikami, Yevropami Ukrainaga koni qurollarni bergan. Şimdi ilg'or tipdagi qurollarni bermagan. Bu yerda ikki omil bor. Biri Ukraina askerleri asli Sovetdan ayrılgan askerler bo'lg'achqa Ukraina armiyasi. Bular G'arbninki NATO'nun qurollarini ishlatishni bilmaydi. Bilmagandikan bularga ilg'or jingi tipdagi qurollarni ba'zi ishlatilmagandikan, shuni buni tarbiyalab qo'ygan. Sharqiy Yevropadagi Sovetdan ayrılib chiqqan Polsha, Slovakiya, bu deganday davlatlarniki konu Sovetdan qolgan qurollarni ambardan chiqarib, shularni evatib bergan bo'lgan. Bu davlatlarga NATO jingi qurollarni bergan anlaychi. Bunda almashtirgan. Bu birinchi amil. İkinci biri Rusya burundan eğer NATO'nun kuralları, Amerika'nın güçlü kuralları bizge karşı işletilse, bu bizge NATO'nun uruş aşkına beraber. Biz her anda ahvalda yadro kuralından kaybımız da tehdit sağlayacak başta. Doğru. Bunda Amerika'nın olsun, Avrupa'nın olsun strateji belirlilikten başka koktu. Ukrayna'nı pek güçlü kolap koysak, Rusya telvilişip, Putin aklını yokutup, yadro konukları bitik salamı gerekçe. Şunlar bunlar pek ilgili kurallar Ukrayna'ya vermey, biraz otoritejilik dahi kurallarını bilişi arkalı, bu yani her taraftan okşaş, vuruşunu uzartmakçı oldu da bu geldi. Ama bu kadın hem de ulağı yürek kirlendi. Bu Ukrayna ikki diye algan diken, Rusya'nınki zayıflıkını kögen diken, hem Rusya hem de uruşunki başka açık tügüdü de hem de. Biraz akli oynayan halga kelgen diken, hem de Putin'i aldırıp yadro konukuna basmaydı diken halga keldi de boyuldum. Şunun bilen Sovyet'ten çıkartkan mezgilde bulan Ukrayna'nın kolunu küçültüş için, çünkü o Sovyet'te kimlikki kolu küçültüp olsa çoğultu demez mi? Doğru. Şuna Ukrayna'nın kolunu küçültüp Ukrayna'nı güçlendirip Sovyet üstünlük geldiği vakitte Rusya'nı taş için biz için hem de Ukrayna'nın güçlük kurallarını bir işki başladı. Bu hem de Avrupa, Amerika'nınki yoki konkret hesap NATO'nunki mi Rusya'ya karşı yürekli kademeniş başlaganlığını bildirdi. Aldın kattığı deyme, aldın kattan demediki Karadeniz'deki Rusya'nınki suastı paraxotu hücum kıldı Ukrayna. Kısmı aşırı denizden yuşurup kilipçi. Yani her cihetine repetkan hazır Ukrayna armiyası hem de 20 yıllık müdafiəni ahırlaştırıp məlumat etqanda hücum etdi degan gap. Bu zor buruluş hem. Düşünüş. Hakikaten nemeninki Rusya'nınki hakikaten nima qilib qolganini, nemiz qiynalib qolganini men ama Xitoyninki mesela soda setiqlarida es qilgandim-chu. Mishqatchilik mesela kalı o'tganda mesela bizning vatanda kalı go'shtning tövellab ketishi, o bu deb ashuni qilib.
Bunun Rusiyadan kilayotgan azan go'shtlarning bor ekanligini, shu sababli bu kala go'shtning tövallab ketganligi deb. Hatto Xitoylik o'zining xalqining ziyniga Rossiyani qo'llashga majbur bo'lganligini ko'rib yetdim bu yerda. Endi bu yerda Xitoyning Xitoy qanchalik ta'siri bo'ldi, Xitoyning tutumi bu yerda qandaroq bo'lishi mumkin endi sizcha? Shuni qator bir mo'ljalni deb baxsin. Xitoy endi Xitoy boshdan tortib endi bu Ukraina urushi masalasida naydi arız saldı holatni saqladi deb o'ylayman ichki jihatdan. Ama tashqi jihatdan dunyoga boshda biraz yarashtiruvchi rol o'ynaydiganligini ko'rsatishga tirishdi. Hem Biden bo'lsin, Biden ki itiraf qildi buni. Aldın qatımlıq NATO'nun yığınında biz Xi Jinping'e başta maslashtiruvchi rol o'ynaydi deb qarab ekanmiz, ammo o Putinni qo'lida deb rasmiy aybladi. Shunda qaradi. Hatta Ukraina urushining dastlabki mezgillarida g'arb davlatlarining nurg'un boshliqlari Beijingga borib salo qildi. Rossiyaga desanglar Ukrainaga hujum qilmaslar debchi. Hatta Zelenskiy maçta o'ylabdi ekan, ayni vaqtda bir yarashtirib qolsa bizni. Ammo Rossiyaningki maydoni keskin Ukraina hujum qilishda. Bundaq ahvolda Xitoy bilan Rossiyaning ham strategik hamkorlik munosabati bordi. Ukraina hujum qilishdan oldinda kuchaytirilgan strategik hamkorlik munosabatiga o'zgartirish. Demak, Putin mu endi Xitoy bilan belgili tayyorlikni puturib qo'ygan bu urushni boshlagan. Şu an Xitoy aşkara Rossiyani her jihatdan qo'llamadi hozirgacha. Ammo Xitoy shirkatlari Rossiyaga harbiylikda ishlatgili bo'lgan zapchastlarni, uskunlarni sotib ta'minlaganlik uchun hozir Amerika tarafidan jazolandi. Ya'ni Xitoy harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlaganligini inkor qilib keldi, ammo hem fuqaroviy ishlatgili bo'lgan, hem urushda ishlatgili bo'lgan aslahalarni yordam qilib ta'minlab keldi. Hozir oshkora to'g'ri qildi deb maqtab boqmadi, xato qildi deb ayblab boqmadi. Ammo Rossiyaningki davlat bexatarlik andishisini to'g'ri tushunamiz dedi. Ya'ni Xitoy bergan uchirish yo'q. Sizlar Amerikaliklar, Yevropaliklar Rossiyani qistab kelib Ukrainani NATO'ga olamizlar. Rossiyani shunday qilishga majbur qildinglar. Biz buni tushunamiz. Deydigan shaklda tushuntirib keldi. Shu anda Xitoyningki Ukrainadagi hozirgi ahvolga qaraydigan bo'lsak, shu Ukrainaningki Rossiyaga hujum qilib kelishini Xitoy yeni aytlamadi. Qaraydigan bo'lsam-chi, Xitoy maqtanmoqchi. Hatta Xitoy nurg'un dunyoda nurg'un ishlar bo'lsa nima deydi? Hech bo'lmasa yaqindan diqqat qilyapmiz. Har qaysi taraf o'zini tutilishini umid qilamiz deydi. Hozir qarasam demidi. Nima? Chunki Rossiyaning xato qildi-chi xalqaro qonun bo'yicha aytganda. Endi Ukrainaning Rossiyaga qilishi bu faqat mudofaa xarakterlik. Rossiyani chekindirish uchun. Shu buni mayli Amerika olsun, Yevropa olsun tajovuzchilikni qilmaydi. Yevropa NATO'ning bayonotchilarimi tugun bergan bayonotlarda Ukrainaning mayli Ukraina zaminida, mayli Rossiya zaminida dushmanlarga zarar berish huquqi bor dedi. Amerika Ukrainaning Rossiyaga hujum qilishi bizning siyosatimizga uyg'un dedi. Masalan-chi, ammo boshqa davlatlar buni ayblamadi, chunki ayblashga haqqi yo'q. Çünkü Ukrayna ilk huquq bir davlat. Endi Xitoy balkim boshda shunda o'ylagan bo'lsa kerak deb qarayman. Boshdan Rossiya Ukrainani chaqmoq qildi dedi. Olsa, men bu shuning bilan Tayvanni olsam debchi. Amerika shuning bilan Yevropaning qayg'usida qolsadi. Ammo keyin ishlar unda yurishmadi. Yurishmagandan Xitoy her iki tarafta arasında turuşu başladı. Aldığında hattının aldığı Ukrayna Tashqi ishlar ministri Beijing'de. Şunda koy. Doğru. Yani Ukrayna Tashqi ishlar ministri Beijing'e vardı. Hatta şunda haber çıktı. Ukrayna Tashqi ishlar ministri Beijing'de ziyaretdagi mezgilda
Xitoy Rossiyaga ta'minlaydigan zapchastlarni astılatı depçu. Yani bunundan hem de Xitoyninki qaytadan hem de bir yaraştırıcılık rolunu oynaşkan Rossiya'mı biraz elpazını buştuk depçu. Ukrayna'nı alamaydıqanlığı küzgetken bolsa hem depçu. Şunun bilan hem de yaraştırıcılık rolunu oynaşqa ötüşümü mümkün. Çıkıp bu meselede baştan tartib hem de arsal davlatdan saqlab keldi. Çünkü bir tarafdan Amerika Xitoyga tahdid keldi urushdan başdan. Agar Rossiyani qo'llasan sen yeysa dedi, o'xshash qarayma dedi. Hem de Amerika bilan Xitoyninki iqtisodiy munosabati dunyoda birinchi. Her ikki davlat bir-biriniki bu savdo kelganda sal qaraymaydi. To'g'ri. Tillashidi, urushidi, ammo savdoga kelganda ikkilisi Bunu topayverdi. aldırab birbirini rad qilolmaydi. Bunday ahvolda Xitoy hamda Rossiyaning keyingi kirib bilan butun G'arb bilan munosabatni uzib qo'ysa, bu Xitoy uchun g'oyat zo'r ziyon. G'arb bilan munosabatni uzdi deganning ma'nosi o'z navbatida Yaponiya va Koreya bilan uzdi degan gapchu. Koreya, Yaponiya G'arbniki o'zi sharaf bo'lgan bilan ro'yi G'arbni davlatlandiruvchi. To'g'ri. Ama Xitoyninki Yaponiya bilan Koreya bilan hammasi bilan yaxshi munosabati bor. Bunday ahvoldan Xitoy hamda ko'p taraflamalik o'ynash kerakda o'yinni. Mening qiziq hayron qolganim Xitoy bu qatimki Ukrainaning Rossiyaga qilgan hujumiga ovozsiz hozir. Turda qoldi demek. Tamam. Buna 15-lik to'xtalaylik. Buni eng uzun to'xtaldik deymi mencha. Çünkü bu mesele uzun bo'ldi so'zlanmaganda shunga so'zlab qo'ydim. To'g'ri. Hamda başlamamış sayılam öz istifa beriş degende bilan başlagan to'qi yana hamda yanilam Bengalninki rahbarniki qochib ketganligi. Başta qanday başlasak ham ayog'ini shunda tushiraylik. Nima ayol rahbarning ismini unutib qoldim. Ashninki necha vaqtdan yoqi siyosiy o'zgarishlarninki o'quvchilarning buna qarshi chiqqanligi, ya'ni kendini yuzginaqa odamninki Turaniki o'ldirilganligi degandek bir xabarlarni ko'rgan bo'ldik. Buni hamda buni biraz to'xtalib o'taylik. Shundan oyoqlashtiraylik. Şunu ayarlaştıraylar. Biz başladık. Ötken hafta dünyadaki çoğu işlerden biri hem de Bengal'da o'quvchilarning, asas o'quvchilarninki ko'chaga chiqib namoyish qilish orqali hokimiyatni o'rgini bo'ldi. O'quvchilarning hokimiyatni o'rganishi odamni umidvor qildi ekancha, qiziq qildi. To'g'ri. Ayni vaqtda ben kichik bo'lsam-mu 89'ga kelaman voqealari shunga oid narsalarni keyin Xitoydan ulardan yoshirin tepib o'qigan chog'da xabarlarni shu vaqtda munoyitin hayajonlangan. Bu qatim kecha Bengal nimada Sharqi Osiyoga dunyoning tushib ketmaydigan bir davlat bo'lsin-mu? Bizga nisbatan unchalar bir asatlik bo'lib ketmasin. Mening diqqatimni tortdi, chunki o'quvchilar ko'chaga chiqib namoyish qilish orqali oxirida uzun yillik 2009'dan tortib 2024gacha Toshkentda turayotgan Shayx Hasinani yiqitdi. Albatta bu yerda bir qo'zg'olon bo'lgandan buni bir qo'zg'olon inqilob desak, bu yerda Shayx Hasinani uyga besib kelib bulang-talang qilgan ishlar yuz berdi. Albatta bu bosh ministermi yiqilishdan burun saqchilarga o'q chiqarishga buyruq qilib kam degan 300 dek kishini o'ldirdi. Namoyish 300 kishi o'ldi. Bunun aslında 100 deydiganlar var, 500 deydiganlar var. O kişiler öldü. Bütün devlet qalayimqanchilik qilibdi. Bütün saqchi idoralari hammasida kishilarning hujumiga uchrab, hozir Bengalning saqchi sistemasi vayron bo'ldi.
400 neçidek sakçı idarəsinin həmmisini xəflə veyran qılıb ötüb, vurup çıqıb ot qoyab, bazı sakçılığımı çıqıb gəlməydiğən bu klipdə qoğatdı. Çünki bu xələqə bastırğan degen o sakçılar. Hem de xələqdən aldığı çıxanmaydı. Şunun bilen hem de ne işi boğaldıqqa gelsek bizimki görülmelerimiz bu meselede katılmalarla gangırap kılışı mümkün. Bengal'da oğucular namayiş kılışı arkalık baş ministerine öldü. Baş minister Hindistan'a kaçtı. Hindistan kaçkandan keyin hükümet umumyüzlük yıkıldı. Armiya vaqtliq hükümet qurganligini jakarladi. Muhammad Yunusda Bengaldan keyin Nobel mukofoti berishgan bir olim botdi. Shu kishini hozir vaqtli hukumatning beshi qildi. Davlatning tartibini saqlashga tirishyapti. Endi Bengaldagi bu bosh minister kim desanglar bu Şeyh Hasina ismli bir ayoldi. Bu ayol 2009'dan başlap hozirgacha bosh ministerlikda turayotgan. Öktüçülerini türmedagi tutgan, öldürgen, bastırgan, saylanma monopol qilib saylanib kelgan bir ayoldi. Bu ayol Bengalninki davlat atisi qurg'uvchisi Mujibullah. Ashtaq qo'dayman. Mujibullahninki qizidi. Bu ayolmi dadisi qasd uçurgandan keyin nurg'un yil türmede yatkan, chetlarga palangan, keyin qaytib kelib, dadısınınki üçün alim edeb, nurg'un hakimiyetini algandan keyin nurg'un kishilarni o'ldirgan, asqan, shunday bir hayotiy kurashida o'tgan bir ayoldi. Bu ayol yana chet elga qochdi. Hozir Hindistonda da bilaman, halollik tilayotganki gapini qilyapti. Karatqula Hindiston, Angliyadan. Demek hem de Hindistan'daki devlet atısı Mujibur Rahman'ınki kızı 2009'dan başlayıp başına sığıktır atkan ayal koğuşlarınki namayişi de görüldü. Hindistan'da, Hindistan'da dedim. Bengal'da yeni bir hakimiyet kuruluş aldı da hazırda kaçkan bu baş minister örülgen hükümet Hindistan taraftarı hükümetti. Pakistan bilen münasebeti yaxşı emasdi. Hazır hem de Pakistan yeni hükümetine karşı aldığanlıkını, Hindistan kurulgan hükümetine örülgenlikine karşı aldığanlıkını bildiriyatdı. Bengal'ın siyasisi, şundaq bir egizpes bir siyasi, bu yerden kim taxtga chiqibasa öktücüsünü bastırdı, küçü yetmese öldürdü, asıdı. Küçüyese öylerge, öytürmelerge sulab yoki saylanma qatnaş qilib qo'ymay cheklab shunda hakimiyetten tutudu. Demokratiya Bengalda davomli shunda yerim ishlaydi. Har kim hakimiyetga chiqib bo'lguncha demokrat, hakimiyetga chiqib bo'lgandan keyin mustabid, shunda bir davlat. Bengalda asosliqi 3 cho'ng partiya bor ekan, buning ichida solchilar bor, ondan keyin islomchilar bor, Cemaat İslami, ondan başka Hindistan'ı qo'llaydigan partiyalar bor. Endi bular o'rtasidagi ziddiyat demokratik bir asos qonun ramkasi ichida hal qilinadigan holga kelmaganda. Endi Turkiyani misol qilsak, Turkiyada shunday har xil partiyalar bor, guruhlar bor. Ammo Turkiyada nimalar bo'lmasin, yaqinqi 2016'dagi kichik ko'lamdagi mag'lub bo'lgan siyosiy o'zgarishni hisobga olmaganda 2000-yillardan boshlab hozirgacha bundaq bir ko'lamlik siyosiy partiyalarni bostiradigan siyosiy o'zgarishlar qalamqonchilik chiqmadi. Albatta bu deganlik Turkiya demokratik oppoq deganlik emas, siyosiy partiyaning bir qism rahbarlari hatta parlament a'zolari hozir turmada yetyapti. Masala bor, ammo hech bo'lmaganda asosiy qonunlik bir tartib ishlab keldi. Saylan bo'ldi, saylangan kishiga hokimiyat tinch o'tadi. Ammo Bengalda bunday bir tartib bo'lmag'achqa davomli chiqqanligini bostiradigan bir holat saqlanib kelgan. Demokratiya yaxshi ishlamagan davlatlarda bu xil holat davom qiladi. Har qatim hokimiyat qon bilan olmishidi. Bu
albatta insonlar ko'rishni xohlamaydigan manzara. Demokratiyaningki menimcha eng chong foydasi shu. Tarixdan buyon insonlar bir-birini o'ltirib oladigan hokimiyatni xalqdanki qo'llashi bilan e'lon bilan oladigan holatga keltiradiganligi. Shunga demokratiya barliq nuqsonlari bilan eng yaxshi tuzum deb qarayman. Bengalningki kelgusi yaxshi bo'lsa, nurg'un o'quvchilarniki qon tarbiyatligi yana bir hukumat maydonga keldi. Bengal yaqinqi yillardan buyon Xitoydan chiqqan shirkatlarniki nimasiga aylangan kuch manziliga. Xitoydan nurg'un shirkatlar iqtisodiy xizmatchilik ishchilarniki maoshining o'tishi tufaylidan Bengalga ko'chdi. Hozir Yevropa, Amerikaningki ishlab chiqarish bazalaridan biri Bengal. To'qimachilik bu jihatlarda. Yosh nüfus nihoyatda ko'p, ishsizlik ig'ir, ammo hayotiy kuchi bor bir davlat. Bundan keyingi taraqqiyotlarni birlikda kuzatamiz. Yo'qolib ketdingmi? Yo'q, yo'qolib ketmadim. Ama götürüp ketayotganman ba'zi shuning bilan ovozni yetib turgandim. Bugungi savol so'roq javob munozara degandek ko'z qarashlar mushakchi bo'lsin hamsa. Bugunchi so'roq Men mushunchalik so'roq qilayli, mushunchalik bilayli. Masalan, qarindoshlarimizning masalan savollari bo'lsa yoki ostiga yozib qo'ysa yoki Instagramda yoki har xil nimalarda bizlar aloqalashib mushtaq o'zi qiziqadigan mazmunlarda nima qilsa biz shuning qarata mazmun tayyorlab bersak ham yaxshi bo'ldi aslida. Mallam savol so'ramay buning g'aliqi xalqmi bir savol so'rasa qiziqadigan temalarni qilgan bo'lsa texmi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bundan keyin texmi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bizning asta kirimiz muhitga. Hozir biz javob emasmi? To'g'ri. Nimani eskartib qo'yaylik? Obuna bo'lishni tutqansin. Chunki oldin nima qilmaymiz? Uqtirish qilmaymiz. Faqat azab bo'lganlar nimadan dastlabki tunji deb maydondan olmaydi. Allah keyin to'g'ri chiqib turganda anlaydi. Shuna azab bo'lib nima qo'ng'iroqni besib qo'ysa, mayli yurak basmasi bo'lmaydi bizga. Qo'ng'iroqni besib alt raqamni yo'llab qo'yinglar deb. Qo'ng'iroqni besib qo'ysa, cho'g'lisan vaqtida ko'rishga foydasi bor. Agar maydonda savol sorsa, bu chog'da maydonda ko'ralaymiz savollarni cho'q. Agar savol bo'lsa, onunla cevap bilemeyiz. Buldum sen. Sen akıllı. Allah emanet.